Farg'ujon, bilasizmi, yangi yil kechasida juda ham ko'p go'zal istaklar, samimiy niyatlar bildiriladi. Lekin ularning barchasi ham amalga oshmaydi. Agarda insonning qalbida, yuragida ushbu go'zal istaklarning amalga oshishi uchun shijoati bo'lsagina, ularning albatta barchasi ro'yo bo'ladi. Shunday ekan, qadrli teletomoshabin, barchangizning qalbingizni shijoat tark etmasin deymiz. Baxt nimada mujassam deb bilsangiz, aynan o'sha baxtga erishishingizga tilakdoshmiz. البته ما هم باز یک بار دیگر همه شمایان همدیاران عزیز را با سال نو تبریک تهنیت ها کرده. برایتان بخت و سعادت همیشگی را آرزومندیم. بگذار همیشه خانه آباد باشید، سربلند باشید. سال نو باد و مبارک داستان همدیاران عزیز و مهربان. مرد و زن، هم کودک و هم پیر و جوان، این سخن بر شما گوییم از دل و جان. بادا مبارک سال نو، کاش آردان اقبال نو.